Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda ham muhim va dolzarb bir mavzuni muhokama qilmoqchiman. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda yaqinlaringiz orasida nafaqaxo'rlar bo'lsa, unda ushbu video aynan siz uchun. Chunki men hozir sizlarga shunday 5 ta narsani aytib beramanki, agar siz ularni aprel oyining oxirigacha amalga oshirmasangiz, may oyida nafaqangizni olishda jiddiy muammolarga duch kelishingiz, hattoki pulingizni umuman ololmay qolishingiz mumkin. Bu juda muhim ma'lumot, shuning uchun diqqat bilan eshiting va ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang, zero bu siz uchun og'riqli muammolarni bartaraf etishga yordam beruvchi aniq ko'rsatmalar bo'ladi. Endi esa muammoning mohiyatiga o'tsak, avvallari hamma narsa juda oddiy edi. Pensiyalar belgilangan kunlarda pochta orqali yoki bank orqali berilar edi. Odamlar o'z pensiyalarini bemalol olishardi. O'zgarishlar kamdan kam bo'lardi. Agar bo'lsa ham bu haqda oldindan keng jamoatchilikka xabar berilar edi. Ya'ni tizim ko'p yillar davomida an'anaviy tarzda ishlar edi va ko'pchilik unga o'rganib qolgandi. Lekin bugungi kunda jamiyatimiz rivojlanmoqda, davlat xizmatlari raqamlashtirilmoqda va bu pensiya tizimiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Ko'plab yangiliklar joriy etilmoqda, qonunchilikka o'zgartirishlar kiritilmoqda va bu o'zgarishlar pensiya olish tartiblariga ham ta'sir qiladi. Ba'zan bu o'zgarishlar haqida hammaga ham to'liq va o'z vaqtida ma'lumot yetib bormaydi. Natijada nafaqa Ayniqsa shu kunlarda aprel oyining oxirigacha hal qilinishi kerak bo'lgan ba'zi jihatlar mavjudki, ularni e'tiborsiz qoldirishmay oydagi pensiya to'lovini bekor qilishi yoki kechiktirishi mumkin. Shuning uchun men bugun sizlarga mana shu 5 ta asosiy narsani batafsil tushuntirib beraman. Birinchi asosiy narsa bu pulning o'tish usulini tasdiqlash yoki o'zgartirish. Tasavvur qiling, siz ko'p yillardan buyon pensiyangizni puxta bo'limi orqali naqd pul shaklida olib kelgansiz. Ya'ni har oyda puxta sodimi eshigingizga kelib yoki siz puxta bo'limiga borib o'z pensiyangizni qo'lma-qo'l olardingiz. Bu an'anaviy usul edi va ko'pchilik uchun qulay edi. Lekin hozirgi kunda davlatimiz raqamlashtirishga katta e'tibor qaratmoqda. Shu sababli hukumat barcha to'lovlarni, jumladan pensiya to'lovlarini ham imkon qadar plastik kartalar orqali amalga oshirishni targ'ib qilmoqda. Bu xavfsizlikni oshiradi, pul yo'qolishi yoki o'g'irlanish xavfini kamaytiradi, shuningdek to'lov jarayonini tezlashtiradi. Endi muammo shundaki, ba'zi hududlarda yoki ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun eski to'lov usulini tasdiqlash yoki yangi zamonaviy to'lov usuliga o'tish bo'yicha maxsus talablar paydo bo'ldi. Kimlar bundan xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyani hali ham faqat naqd pulda, pochta orqali oladiganlar. Ikkinchidan, so'nggi paytlarda pensiya olish tartibida qandaydir o'zgarishlar haqida xabar olganlar. Uchinchidan, pensiyani bitta bankdan olib endi boshqa bankka o'tkazishni istaganlar. Misol uchun Andijon viloyatidan 75 yoshli Dilfuza opa deylik. U doim pensiyasini pochta orqali olar edi. Bir kuni unga mahalla faolidan xabar keldi. Pensiya jamg'armasi mahalliy bo'limiga borib, pensiya olish usulini tasdiqlash yoki plastik kartaga o'tish bo'yicha ariza yozish kerakligi haqida. Dilfuza opa buni shart emasdir deb o'yladi, chunki umri davomida hech qanday o'zgarishlarsiz pensiya olgan. Lekin aprel oyining oxiriga kelib, u buni amalga oshirmasa, may oyida pensiyasi uning eski hisobiga o'tkazilmasligi, balki bir muddat ushlab turilishi yoki bank kartasiga o'tishini talab qilishlari mumkin. Natijada Dilfuza opa may oyida o'z pensiyasini ololmaydi. Bu holatda nima qilish kerak? Agar siz pensiyani naqd pulda olsangiz va oxirgi paytlarda bu haqida hech qanday tasdiqlash so'ramagan bo'lsa, sizda ikki yo'l bor. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, o'zingizning to'lov usulingiz haqida so'rang. Ular sizga hamma narsani tushuntirib berishadi. Duo. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, bank kartasiga o'tishni ko'rib chiqing. Buning uchun sizga istalgan bankdan plastik karta ochishingiz va pensiya jamg'armasiga shu karta raqamini taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Kimlar bundan xavotir olmasligi kerak? Agar siz allaqachon pensiyangizni plastik karta orqali olsangiz va oxirgi 6 oy ichida hech qanday muammo bo'lmagan bo'lsa, siz xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Lekin har qanday shubha tug'ilganida pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish ortiqcha bo'lmaydi. Ikkinchi muhim narsa yashash joyi bo'yicha ma'lumotlarni yangilash. Bu juda nozik masala bo'lib, ko'pincha e'tiborsiz qoldiriladi.
Pensiya to'lovlari sizning doimiy yashash manzilingizga bog'liq bo'ladi. Agar siz o'z yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa bu holat quyidagi shaxslarga taalluqli. 1. Bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chib o'tganlar. 2. Bir tumandan boshqa tumanga ko'chganlar. 3. Vaqtincha ro'yxatga olingan manzilda yashab, doimiy ro'yxatga olingan manzilidan farq keladigan joyda pensiya olmoqchi bo'lganlar. 4. Uzoq vaqt davomida Sorijda bo'lgan va endi qaytib kelganlar. Misol uchun Buxoro viloyatidan 80 yoshli Mirza Karim Bobo deylik. U doimiy ro'yxatga olingan manzilida yakka o'zi yashardi va pensiyasini shu yerdan olar edi. Keyinchalik o'glining iltimosiga ko'ra Toshkent shahriga o'glining uyiga ko'chib o'tdi. Lekin Mirza Karim Bobo o'zining ro'yxatini Toshkentga o'tkazmadi va pensiya jamg'armasiga ham bu haqda xabar bermadi. Uning pensiyasi hali ham Buxoro viloyatida ro'yxatga olingan. So'nggi paytlarda davlat organlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi kuchayganligi sababli Mirza Karim Boboning Buxorodagi eski uyida hech kim yashamayotganligi aniqlandi. Natijada aprel oyining oxirida uning pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatildi. Chunki uning yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar aniq emas. May oyida pul olishi uchun u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, yashash joyi haqidagi ma'lumotlarni yangilashi shart bo'ladi. Bu esa vaqt va asab talab qiladi. Kimlar xavotir olishi kerak? Doimiy yashash joyini o'zgartirgan, lekin pensiya jamg'armasiga xabar bermagan har qanday nafaqaqshor. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz bir joyda doimiy yashasangiz va yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, siz xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Amaliy maslahat: agar siz yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, darhol pasport stoliga murojaat qilib, doimiy yoki vaqtincha ro'yxatga o'ting. So'ngra yangi manzil tasdiqlanganidan keyin pensiya jamg'armasining sizning yangi yashash joyingiz bo'yicha hududiy bo'limiga murojaat qiling va pensiya ish hujjatlaringizni yangi joyga ko'chirish haqida ariza yozing. Buning uchun sizga pasportingiz va doimiy yashash joyi haqidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Aprel oxirigacha buni qilsangiz, may oyida muammosiz pensiya olishingiz mumkin. Uchinchi muhim narsa yo'qolgan yoki muddati o'tgan hujjatlarni yangilash. Pensiya olish uchun asosiy hujjat shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatdir, ya'ni pasport yoki ID karta. Agarda sizning pasportingizning muddati o'tgan bo'lsa, yaroqsiz holga kelgan bo'lsa yoki siz uni yo'qotgan bo'lsangiz, pensiya to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Chunki har bir fuqaroning shaxsiy ma'lumotlari muntazam ravishda tekshirib boriladi. Eski pasport yoki yaroqsiz hujjatlar bilan pensiya olishga urinish tizimda muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Misol uchun Farg'ona viloyatidan 72 yoshlik Solida aya deylik, uning eski namunadagi pasportining muddati 2 yil avval o'tib ketgan edi. U bunga e'tibor bermadi, chunki pensiya doimiy ravishda kelar edi. Lekin yaqinda pensiya jamg'armasi tizimida ma'lumotlarni yangilash jarlandi. Solida ayaning pasport ma'lumotlari bazada yaroqsiz deb belgilandi. Natijada aprel oyining oxirida unga pensiya jamg'armasidan xabar keldi. Pasportini yangilamasdan may oyida pensiya olish imkoniyati cheklanishi haqida. Agar Solida aya aprel oxirigacha pasportini almashtirishga ulgurmasa, may oyida pensiyasi to'xtatiladi. Kimlar xavotir olishi kerak? Pasportining muddati o'tib ketgan, yaroqsiz holga kelgan, yo'qotgan yoki shaxsiy ma'lumotlarida o'zgarish bo'lgan, masalan familiya o'zgargan, nafaqaqshorlar. Shuningdek, agar sizda ID karta bo'lsa, uning ham amal qilish muddatiga e'tibor bering. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangizning muddati o'tmagan bo'lsa, u yaroqli bo'lsa va siz uni yo'qotmagan bo'lsangiz, xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Amaliy maslahat: o'z pasportingizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar u tugash arafasida bo'lsa yoki allaqachon o'tib ketgan bo'lsa, darhol yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan MyGov.dan yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib uni yangilang. Yangi pasportni olish biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun aprel oyining oxirigacha bu ishni boshlash juda muhim. Yangi pasportni olgach, pensiya jamg'armasiga uning nusxasini taqdim etishni unutmang. 4. muhim narsa, qo'shimcha nafaqalarga ariza topshirish. Ba'zida davlat tomonidan nafaqashorlar uchun turli xil qo'shimcha nafaqalar, moddiy yordam yoki subsidiyalar joriy etiladi. Ular haqida ba'zan televideniya orqali yoki mahalliy hokimiyatlar orqali xabar beriladi. Ammo ko'pchilik ularni e'tiborsiz qoldiradi yoki ulardan xabardor bo'lmaydi.
Bu kabi qo'shimcha to'lovlarning aksariyatining o'z arizalarini topshirish muddatlari bo'ladi. Agar siz shu muddatlarga ulgurmasangiz, may oyida yoki keyingi oylarda ham ushbu qo'shimcha yordamlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Misol uchun Toshkent shahridan 68 yoshli Nodira opa deylik, u yolg'iz yashaydi va kvartirasining isitish xarajatlari unga og'irlik qiladi. Yaqinda hukumat tomonidan pensiya oluvchi, yolg'iz yashovchi va ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun kommunal to'lovlar, xususan isitish xarajatlari uchun subsidiya berish bo'yicha yangi dastur e'lon qilindi. Bu dasturga aprel oyining oxirigacha ariza topshirganlar may oyidan boshlab subsidiyani olishlari mumkin. Nodira opa bu haqida mahallasidan eshitdi, lekin buni shartmas deb o'yladi. Agar Nodira opa aprel oxirigacha ariza topshirmasa, u may oyida kommunal to'lovlar uchun subsidiya ololmaydi va uni olish keyingi oylarga surilishi mumkin yoki umuman ololmay qolishi mumkin. Bu esa uning budjetiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kimlar savotir olishi kerak? Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, oilasida boquvchisi bo'lmagan, nogironligi bor yoki og'ir kasallikka chalingan nafaqaxo'rlar. Shuningdek, oxirgi paytlarda qandaydir yangi nafaqalar yoki moddiy yordamlar haqida eshitgan barcha nafaqaxo'rlar. Kimlar savotir olmasligi kerak? Agar sizda allaqachon barcha mavjud imtiyozlar rasmiylashtirilgan bo'lsa va siz qo'shimcha yordamlarga ehtiyoj sezmasangiz, siz savotir olmasangiz ham bo'ladi. Amaliy maslahat: mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Ular sizga mavjud ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari, subsidiyalar va qo'shimcha nafaqalar haqida ma'lumot berishadi. Shuningdek, yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida my.gov.uz ham bu haqida ma'lumotlar mavjud. Agar siz biron bir yangi imtiyozga ega bo'lishingiz mumkin deb hisoblasangiz, aprel oyining oxirigacha tegishli arizani topshirishga harakat qiling. Odatda bunday arizalar uchun pasport nusxasi, nafaqa guvohnomasi va ijtimoiy tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. 5 va eng muhim narsa, shaxsiy ma'lumotlarda qo'shimcha o'zgarishlar haqida xabardor qilish. Pensiya miqdori va uni olish huquqi ko'pincha sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz va oilaviy ahvolingizga bog'liq bo'ladi. Agar sizning oilaviy ahvolingizda, shaxsiy ma'lumotlaringizda yoki pensiya olish huquqingizga ta'sir qiluvchi boshqa holatlarda o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasini o'z vaqtida xabardor qilishingiz shart. Bu narsalar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin. 1. Turmush o'rtog'ining vafoti. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olsangiz, bu juda muhim. 2. Oilaviy ahvoldagi o'zgarishlar. Nikohdan o'tish yoki ajrashish. 3. Pensiya turidagi o'zgarishlar. Masalan, nogironlik pensiyasidan yoshga doir pensiyaga o'tish. 4. Qaramog'idagi shaxslar sonining o'zgarishi. Bu ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Misol, ism, familiya yoki sharifning o'zgarishi. Misol uchun Qashqadaryo viloyatidan 77 yoshli Ahmad Bobo deylik. Uning rafiqasi o'tgan yil oksirida vafot etdi. Ahmad Bobo bu haqida pensiya jamg'armasiga xabar bermadi, chunki u o'zining pensiyasini olayotgan edi va rafiqasining pensiyasi bilan bog'liq bo'lmagani uchun buning ahamiyati yo'q deb o'yladi. Ammo yangi qonunchilikka ko'ra boquvchisini yo'qotgan shaxslar irchiligini uchun qo'shimcha imtiyozlar yoki boshqa turdagi pensiyaga o'tish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazalarini taqqoslaganida Ahmad Boboning rafiqasi vafot etganligi aniqlandi. Uning ma'lumotlari yangilanmaganligi sababli tizimda muammolar yuzaga keldi. Natijada aprel oyining oxirida Ahmad Boboga pensiya jamg'armasidan xabar keldi. Uning ma'lumotlari mos kelmasligi sababli may oyidagi pensiya to'lovi to'xtatilganligi haqida. Ahmad Bobo may oyida pensiya olish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, rafiqasining vafot etganligi haqidagi guvohnomasini taqdim etishi va o'z ma'lumotlarini yangilashi kerak bo'ladi. Kimlar savotir olishi kerak? Yuqorida sanab o'tilgan har qanday o'zgarishlar sodir bo'lgan nafaqaxo'rlar. Kimlar savotir olmasligi kerak?
Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda va oilaviy ahvolingizda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, siz savotir olmasangiz ham bo'ladi. Amaliy maslahat. Agar sizning shisha katasiman azimam ma'lumotlaringizda yoki oilaviy ahvolingizda pensiya jamg'armasining sabardor kelishni talab qiladigan har qanday o'zgarish yuz bergan bo'lsa, darhol pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Buning uchun sizga shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, ID karta va o'zgarishlarni tasdiqlovchi tegishli hujjatlar, masalan, o'lim guvohnomasi, nikoh guvohnomasi vaqti kerak bo'ladi. Bu o'zgarishlarni aprel oyining oxirigacha pensiya jamg'armasiga taqdim etsangiz, may oyida pensiyangizni bemalol olishingiz mumkin. Endi esa umumiy amaliy maslahatlarga o'tsak. Yuqorida sanab o'tilgan 5 ta punkt bo'yicha aniq qadamlar endi qayerga borish kerak deb eng avvalo sizga pensiya jamg'armasining o'zingiz yashaydigan hududdagi bo'limiga murojaat qilish zarur. Ular sizga barcha savollaringizga aniq javob berishadi va muammolarni hal qilishda yordam berishadi. Ba'zi hollarda davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali ham murojaat qilish mumkin. 2. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Har qanday murojaat uchun sizga shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasini ham o'zingiz bilan olib boring. Qolgan hujjatlar esa sizning vaziyatingizga bog'liq bo'ladi. Masalan, vafot etganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, yashash joyi haqidagi ma'lumotnoma va boshqalar. Putga nima qilish kerak? Pensiya jamg'armasiga borganingizda o'z holatingizni to'liq tushuntiring. Ular sizga qanday ariza yozish kerakligini, qanday hujjatlar talab qilinishini aytishadi. Agar sizda biron bir noaniqlik bo'lsa, ulardan to'liq tushuntirish berishlarini so'rang. Hech qachon vaziyatni tushunmasdan imzo chekmang. 4. Muhim muddat. Barcha ishlarni aprel oyining oxirigacha hal qilishga harakat qiling. Ayniqsa, plastik kartaga o'tish yoki hujjatlarni yangilash kabi ishlar biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun bu ishlarni hozirdan boshlash muhim. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nafaqaxo'rlarimiz uchun may oyida pensiya to'lovini muammosiz olish uchun aprel oyining oxirigacha yuqorida sanab o'tilgan 5 ta narsaga diqqat qilish juda zarur. Bular pulning o'tish usulini tasdiqlash yoki o'zgartirish, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlarni yangilash, qolgan yoki muddati o'tgan hujjatlarni yangilash, qo'shimcha nafaqalarga ariza topshirish va shaxsiy ma'lumotlardagi boshqa o'zgarishlar haqida xabar berish. Bu qadamlarni o'z vaqtida amalga oshirsangiz, siz may oyida o'z pensiyangizni hech qanday to'siqlarsiz olasiz va xotirjam bo'lasiz. Qadrli tomoshabinlar, ushbu ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu videoni yaqinlaringizga, do'stlaringizga, ayniqsa nafaqaxo'r oila a'zolaringizga yuboring, ularni ham ogohlantiring. Chunki ba'zan oddiy bir e'tiborsizlik katta muammolarga olib kelishi mumkin. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha qanday fikrdasiz? Siz pensiya olishda qanday muammolarga duch kelgansiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.